Assalomu alaykum. Charchab qo'yapsizlar aka. Nima harakat aka? Xudo xolasa xalq xizmatida ishlamoqchi bitta. Yamab qo'yapsizlar. Siz prorabmisiz deyman bularga. Shunaqa. Bu nima deyiladi? Chorraha aka? Yunusoda. Yunisota. Ana Pittishok deydi, o'sha-da. Ha, lekin zo'r joy bo'lib ketdi. Bular ham metroga tushib, joningiz sog' bo'lsin, bitta like bosib qo'ying. Shunaqa akalarning mehnatiga bor-ku, обязательно like bosib qo'ying. Qarang, shunday Pittishok Chorrahani o'zida yangi bino qurilgan ekan, Paradise. O'shani shunday so'kil etajda nijiloy joy sotilyapti. Agar siz bu yerda ofis qilaman desangiz yoki game klubmi yoki qanaqadir deysiz-ki, o'yingohmi, call centerlaringiz, ofislaringiz olib kelaman desangiz ham shunday metroni oldida umumiy 450 kvadratli nijiloy joy sotilyapti. Mana shu shunday so'kilning etaj. Bitta ko'ring, gir aylana, mana yuradigan joylari bor, havo bemalol aylanadi. Bu yerda zo'r joyi, patologi 4 metr ekan. Voобще balon ekan patologiya. 150 kvadratdan 3 ta bor. Xohlasangiz bitta 150 kvadratda olasiz, xohlasangiz uchalasini 450 kvadratda olasiz. Mana shu devor orqasidan xohlasangiz joy ochib turib, mashina kiradigan joy qilsangiz ham bo'lar ekan. Ya'ni servis qilsangiz ham bo'lar ekan. Mana shu devor orqa tomonlar parkovka ekan, parkovkaga ulanib ketgan. Shunaqa yechimini ham qilsa bo'ladi, agar harakat qilsa. Hatto shu turishda ishlatsa ham bo'ladi. Srochniga $790 dan berib yorilyapti. Patologi 4 metr joy, bilasiz, topish qiyin. Bunaqa birinchi liniya, yo'l yuzi, metro, katta chorraha, lokatsiya shoni zo'r joy bo'ladi, joy olsangiz ham. Yoki arendaga berib yuborasiz, pul tikib qo'yinglar. Hozir telefon qiling, o'zi 3 ta dona joy bor. Yoki hammasini ochib yuborsa bitta joy bo'ladi.